Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ishtaqtu li ahbabi." Ahboblarimni, ya'ni qalbimga mahbub bo'lgan ummatlarimni ko'rishlikka mushtoq bo'ldim dedilar. Sahobalar: "Avalasna ahbabuka?" Axir biz sizni qalbingizga mahbub bo'lgan odamlar emasmizmi? Biz sizni habiblaringiz emasmizmi? Rasululloh aytdilar: "La, antum ashabi." Sizlar meni ashoblarimsizlar, hamsuhbatlarimsizlar. Ahbabi unasun ya'tuna fi oxiriz zaman. Mening mahbublarim, mening ahboblarim oxir zamonda kelishadi. Al-qobidu minhum ala dinihi ka qobidi ala jamr. Ulardan dinini mahkam ushlagan odam xuddi cho'g'ni ushlagan odamdek bo'lib qoladi. Ajruhum ka ajri 70. Ularning ajri 70 ta odamning ajrichalik bo'ladi. Sahobalar: ularning 70 tasining ajri bizni bittamiz ajrimizchalik bo'ladimi? Yoki ularning bittasining ajri bizni sahobalarning 70 tamiz ajrimizchalik bo'ladimi? Deganida ularning bittasining ajri sizlarning 70 talarda ajri bilan teng bo'ladi dedi. Nimaga? Nimaga deb so'rashdi sahobalar. Aytdilarki: "Li'annakum tajiduna 'alal khayri mi'wanan va la yajidun." Chunki sizlar haqning ustida yordamchilar bor. Men turibman sizlarga yordamchi bo'lib haqning ustida. Ular haqning ustida turganida ularga yordamchi bo'lmaydi. Men vafot etgan bo'laman dedi. Ana shu zotning ahboblaridan bo'lishiga Alloh taolo hammamizga nasib qilsin. Bu narsa birodarlar faqatgina ilm yo'li bilan bo'ladi. Ilm yo'li bilan bo'ladi, ilm yo'li bilan bo'ladi. Ilmimiz qancha ko'paygan sari, basiratni, hikmatni tushunganimiz sari, Parvardigorimizga darajamiz ko'tarilib yaqin bo'lganimiz sari himmatimiz oliy bo'ladi. Va boshqalar ko'rmagan narsani ko'ramiz. Boshqalar tushunmagan narsani tushunamiz. Boshqalarga Alloh bildirmagan narsalarni bilamiz. Alloh azza va jalla barchalarimizni ana shu ilmdan, hikmatdan, basiratdan bahramand qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.